Oxirgi videomni qo'yganimga 1 kun bo'ldi, lekin videodagi aktiv meni prosta shokka tushirib qo'ydi. Mana bu narsa undan-da ko'proq shokka tushirdi. Sababi meni 92% bilan obunasi ko'ryapti. Bu narsadan keyin men qanday reaksiya bildirishim mumkin? Aytinglarchi. Mayli, sizlar bunaqa oddiy narsalarga boshinglarni og'ritish niyatim yo'q. Shuning uchun videoni tezroq boshlayman. Bizning birinchi qurbonimiz bu Minecraft. Razrabochlar shunchalik ekanki, даже ismini ham to'g'ri yozish olmagan. Minecraft emas, Minecraft. O'yin ma'lumotlarini ko'rib chiqsak, o'yin versiyasi 1.3.0 versiya chiqarilgan sanasi 2023-yil 7-mart kuni, yuklanmalar soni 10 millionta. Android 4.4 versiyadan boshlab ko'tarar ekan. O'yinni chiqargan kompaniya nima? O'yinni chiqargan kompaniya Casual Game Center. Endi men inglizcha talaffuzini aniq ayta olmayman, sababi ingliz tilidan 5 ga o'qimaganman. Va yana bir gap, men sizlarga o'yinni chiqish sanasi 2023-yil deb aytgan edim. Aslida men xato aytganman. O'yin asli chiqish sanasi 2021-yil 21-dekabr. O'yinni kirishi xuddi Minecraft Bedrock'ga o'xshaydi, faqat Minecraft so'zi yo'q. To'g'risi ham-da, bu Minecraft-ku. O'zi kirishimiz bilan qandaydir o'yna paydo bo'ldi, baribir hech narsa yozilmagan. Shuning uchun X ni bosib chiqib ketamiz. Kirishi Minecraftning eski versiyasini eslatib borar ekan, nastroyka esa Bedrock bo'lib yotibdi. Mir sazat qilish ham shu ahvol. Mirni birga bir chop qo'yishgan. Prosta kodlarni olib o'zlariga yozib qo'yishgan. Bo'ldi, sio qo'ygan, hamma narsa Bedrock bo'lib yotibdi, boru. Momongni uyda yuribsanmi? Sen böyle yo'qmabsan cho'tta. Basharanga. Minecraftda teksturasi birga bir qilib chopilgan. Hamma blok Minecraftnikidan chopilgan. Birga bir farqlab bo'lmaydi. Agar sizda telefon kuchsiz bo'lsa, bemalol shu Minecraftni olib o'ynasanglar bo'lar ekan. Va bu Minecraftda bor bor desam, uchurasizlarmi? Va albatta Nether ham Minecraft Bedrock'dan chopilgan ekan. O'zi nimasi buni chopilmagan? Hamma narsa Minecraft Bedrock'niki bo'lib yotdi-ku. Hozir mojang ish qilib bu meni Minecraft'ni deb tortib bo'lmasa bo'ldi. Stop bo'ldi. Sizlar ham orqa fonni sezib qoldinglarmi? Axir bu bizning videoga to'g'ri kelmaydi-ku. Buni sirazi to'g'rilash kerak. Bizning keyingi klon Minecraft'imiz bu Lavacraft. O'yin haqidagi ma'lumotlar. O'yin versiyasi 2.3. Oxirgi yangilanishi 2025-yil 12-yanvarda bo'lgan. Yuklanmalar soni 1 millionta. Android 5.1 versiyadan boshlab yuklanadi. O'yinni chiqargan kompaniya Craftuh. O'yin chiqarilgan sanasi 2024-yil 14-oktyabr. Shu bilan mavzumiz tugadi. O'yinga kirishimiz bilan bizani Unity kutib olar ekan. Cho'tta o'yin atmosferasi sal boshqacharoq emasmi? Menyuda o'zgarish bor ekan. Tak, nimadir bu zagrusa qilyaptimi, bilmayman, nimadir ekran nima qora. Cho'tta o'yin atmosferasi sal boshqacharoq emasmi? Gapimni qaytarib oldim. Bu ham shu Minecraftli shergi ekanda. Yo, buni ham nastroykasi Bedrock Minecraft ku-ey. Buni ham hamma narsasi Bedrock Minecraftdan chopilgan ekan, xuddi bir Minecraftnikiday. Lekin bunda bitta farq, bunda hamma narsa qizil rang aralash ekanda. Tak, bunda o'zining modlari ham bor ekan. Vashye bunlarni o'za hozir sinab ko'ramiz. Albatta, meni ham sadat qilib oldik. Buni kirishi biroz boshqacharoq ekan. Bu yaxshi, chunki klon bo'lishga yarasha endi birga bir chop qo'ymaslik kerak-ku. Tak, men kirgandan birinchi bo'lib shaderni sezdim. Ili teksturalar umuman o'zgarish yo'q va nimaga menda mana bu suv effekti o'tiribdi. Tak, men endi ana o'rnatgan modlarni sinab ko'rmoqchiman. What the fuck, drone. Endi ana u Aruja modini ham sinab ko'ramiz. Aruja qani? Bu Minecraft haqida qisqacha gapirib o'tsam, bu Minecraft ham xuddi Minecraftdek hamma narsa Bedrock'dan chopilgan. Bo'lsa bunda qanaydir kreativda bo'lsak ham, survivalda bo'lsak ham qanaydir suv effekti o'tirar ekan. Nu qolgan narsalar o'sha Nether ham, boshqasi ham shu narsa. O'sha uchun ham keyingi Minecraftga o'tamiz. Navbatdagi klonimiz bu Survival Craft. O'yin versiyasi 1.29. Oxirgi yangilanish 2023-yil 12-aprelda kelgan. O'yin yuklanmalari 50 millionta. Men o'zi buni kimga gapiryapman? Baribir sizlarga bundan ko'ra o'yinni o'ynab, u haqidagi o'z fikrimni aytib beraman. O'yin menyusi Bedrocknikidan ancha farq qiladi, bu yaxshi. O'yin nastroykasi esa Java Minecraftdan chopilgan ekan. Mirni sazat qilish ham chopilmagan. Hamma narsa o'z professionalisiga o'xshabdi. O'sha tushunmadim, nima bu? Qayeramiz?
Qani? Cho'pani kim o'chopdi be? Yo, ana shu negri bizamiz be shunda? Tak, o'yinni o'zini qaraydir sheyder bor ekan va men qayerdan boshqaryapman, shunga hayron qolyapman-da. Hozir bu yerda joystick ham yo'q ekan. No, men bu qushmi bu? Bilmayman nima bu. Tak, bu yerda kadrlar bor ekan va bular aylana, to'rtburchak emas. Bu baribir fake Minecraftligini ham inovat qilsak, bu odatiy qo'l berishi mumkin. No, tak, bloklarning teksturasi ancha boshqacha, bir qanaydir g'alati sifat. No, bilaveradi bu fake baribir. Tak, bu yerdagi tekstura vashsha boshqa narsa ekan, bu menga yo'qdi. No, где-то chopilgan klon nomiga mos Minecraft ekanda, chem boshqalarga qaraganda. No, o'yin haqida o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, sizda kuchsiz telefon bo'lsa, bu o'yinni bemalol ko'tara oladi va biriqib o'ynashinglar mumkin. No, bunda qo'shib o'ynaydimi yoki yo'q, buni bilmadim. Mo'bit sizlar qo'shib o'ynashni topsanglar qilishinglar mumkin, yana bilmayman. No, buni so'zingizlarga bog'liq. Minecraft normalniy, bunda qanaydir hayvonlar alohida o'zini modimi bilmayman, zo'r narsalar, hayvonlar ham bor ekan. Va sizlar bu Minecraftni Play Marketdan yuklashingiz mumkin. Agar sizlar Play Marketdan yuklab olmasanglar, topa olmasanglar, men bularni hammasini Telegram kanaliga silkasini tajab qo'yaman. Telegram kanaliga o'tib bularni bemalol yuklashingiz mumkin bo'ladi. Qalbimizam keyingi Minecraftga ketdik. Navbatdagi o'yinimiz bu Craftsman. Nima buncha bu feklarni kirish shunday? Nastroykalari Bedrockdan chopilgan. Jota Lavacraftga o'xshashliklar topilibdi. Lekin Lavacraft Craftsmandan keyin chiqarilgan. Xuddi Lavacraftlar bir xil. Prosta Lavacraftda suv effekti bo'ladi, bunda esa yo'q. Nu tak ikkovi ham kuchsiz telefonlarga bo'laveradi. Telefoningizda Bedrockning yangi versiyasini ko'tara olmasa, bemalol shularni yuklab, mirqib o'ynashinglar mumkin. Albatta, o'yinlarga havola Telegram kanalda o'tib qo'shilib olishinglar mumkin. Hammaga xayr, sizlar bilan Shekir bo'ldi.